undan ham ko'ra yomonroq deyapti. Ya'ni Ka'batullohni buzib yuboribdi degandan yomon ish. Ertaga ertaman shunday telefoningizlarni olib qarasanglar, Ka'ba buzilayotibdi. Tagiga yozib qo'ygan, Ka'bani buzib ketishibdi, falonchi buzibdi deb qo'ysa. Nima deysizlar mana o'zingizlarda reaksiyanglar. Ertaman Facebookda ochdingiz, yo'qsa YouTube'da ochdingiz turib, qarasangiz video YouTube'da Ka'bani buzishyapti, qo'ldan olib olib. Nima bo'ladi? Reaksiyangiz qanaqa bo'ladi reaksiyangiz? Ha, barakalla. O'zi terroristlar ko'payib ketuvdi, bo'z tezroq deysizmi? Nima deysiz? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, Ka'batullohni buzib yuborilganidan ko'ra bitta musulmonni nohaq qatl qilingani yomonroq deyapti. Lekin kunda turganingizda eshitasiz, musulmonlarda bittasi emas, bir qanchasini ustiga bomba tashabdi, o'ldiribdi, yoqib yuboribdi, qamabdi, quvg'in qilibdi, qochib ketibdi, olib kelish kerak ekan degan gaplarni kunda eshitasiz.